O'sma kasalliklari dunyo bo'yicha murakkab muammolardan biri hisoblanadi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 5 yillikda dunyo miqyosida 15 million aholi ushbu kasallik bilan xastalanishi mumkin. Yurtimizda esa yiliga 22 mingdan ortiq bemorlarda onkologik kasalliklar aniqlanmoqda va bu ko'rsatkich ushbu kasallikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirishni taqozo etmoqda. Respublika onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Farg'ona filialida bugungi kunda bu borada qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Kasallikni erta aniqlash va unga to'g'ri davo choralarini qo'llashda tahliliy laboratoriyalarning o'rni nihoyatda katta. Bugun filial laboratoriyasidagi imkoniyatlar haqida ma'lumot beramiz. Men Komiljon Vazlola, Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy tibbiyot markazi klinika bioximiya laboratoriyasida laborant vazifasida ishlab boraman. Men 2013-yilda ish faoliyatimni boshlaganman. Ish faoliyat davomida biz hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich tashabbuslari bilan 2024-yilda laboratoriyamiz zamonaviy apparatlar bilan ta'minlandi. Bu apparatlarimiz biz uchun ham, kasallar uchun ham juda qulay apparat. Bu apparatimiz 19 xil analizni tekshirib beradi. Qondagi har xil shaklli elementlar, qondagi hujayralarni aniq va to'g'ri qilib bizga va kasallar uchun chiqarib beradi. Bu analizimizni asosan bizda rak kasalliklari davolanadi. Bu kasallarimizni juda ham muhim analizlar tekshirib chiqariladi. 19 xil analizda bu apparatni eng qulayligi bizga juda kam vaqtni egallaydi. 5 minut, eng kamida 5 minut vaqt ichida analiz javobimiz chiqadi. Bu kasallar uchun juda ham qulay. Hozirda 19 analiz bu juda ham katta kasallarimiz uchun yaxshi bo'ldi. Biz juda ham xursand bo'ldik shunaqa zamonaviy apparatlar bilan ta'minlanganiga. Bioximichskiy analiz apparatlari olib kelindi. Ularda ham 20 xildan oshiq analizlar tekshiriladi. Ular ham juda qisqa vaqt ichida kasallar uchun juda ham yaxshi va qulay bo'ldi. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik. IFA analiz apparatlari keldi. U apparatlarimiz asosan gormonlar tekshiriladi. 9 xil gormonlar tekshiriladi. Bu gormonlarda kasallar davolanayotgan vaqtida qanday holatda ekanliklarini aniqlab beradi. Laboratoriyamizda sidik analizlari tekshiriladi. Sidik analizlari ham juda ko'p turlari tekshiriladi. Avvalambor hech kim kasal bo'lmasin, lekin bizga kelgan bemorlarni aniq tashxisini qo'yib, davolash uchun aniq va to'liq tekshiruv xulosalarini berganimizdan juda ham xursandmiz. Men bu kasbni tanlaganimdan juda ham faxrlanaman va o'z kasbimni juda ham yaxshi ko'raman. Laboratoriya sohasi ayniqsa kasallarni asosiy kasalini topib beradigan va davolashda qanday holatda ekanligini biladigan kasbligidan men juda ham faxrlanaman. Ayniqsa bemorlarimiz bizni kelib tashakkurnomalar aytganda biz juda ham xursand bo'lamiz va faxrlanamiz bu kasbimizdan. Albatta, bu kabi zamonaviy, tez va aniq tahlil natijalarini ko'rsatib beradigan laboratoriya jihozlari bemorlarning tezroq sog'ayishi va to'g'ri davo choralarini qo'llashda muhim ahamiyat kasb etadi.